Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Peshin namozining o'qilishi. 345-savol. Peshinning avvalgi sunnati qanday o'qiladi? Javob. Avval peshinning 4 rakat sunnatini o'qish uchun niyat qilamiz. Ondan bomdod namozining sunnatiga o'xshash 2 rakat o'qib o'ltiramiz. O'ltirganda tahiyyat duosini o'qiymiz. Ondan 3-rakatga turamiz. 3 va 4-rakatlarni avvalgi 2 rakatga o'xshash shaklda o'qib bo'lib o'ltiramiz. Bu o'ltirishda tahiyyat, salli, barik va rabbanalarni to'liq o'qiymiz. Ondan ikki tarafga salom berib namozdan chiqamiz. 346-savol. Peshinning farzi qanday o'qiladi? Javob. Takbir etib bo'lgandan keyin peshinning farzini o'qishga niyat qilamiz va Allohu akbar deb namozni boshlaymiz. Dastlabki 2 rakat xuddi bomdod namozining farziga o'xshash o'qiladi. 2-rakatdan keyin o'ltiramiz. O'ltirishda tahiyyat duosini o'qiymiz va 3-rakatga turamiz. 3 va 4-rakatlarda Fatiha surasidan keyin sura o'qimaymiz. 4-rakatning oxirida o'ltirib tahiyyat, salli, barik va rabbanalarni o'qiymiz va ikki tarafga salom beramiz. 347-savol. Peshinning oxirgi sunnati qanday o'qiladi? Javob. Avval peshinning oxirgi 2 rakat sunnatini o'qishga niyat qilamiz. Ondan uni xuddi bomdod namozining 2 rakat sunnatiga o'xshash o'qiymiz. Asr namozining o'qilishi. 348-savol. Asr namozining ta'kidsiz sunnati qanday o'qiladi? Javob. Avval asr namozining ta'kidsiz sunnatini o'qishga niyat qilamiz. Ondan bu sunnatni xuddi peshin namozining oldingi 4 rakat sunnatiga o'xshashla o'qiymiz. 349-savol. Asr namozining farzi qanday o'qiladi? Javob. Avval takbir etib bo'lgandan keyin asr namozining farzini o'qishga niyat qilamiz. Ondan uni xuddi peshin namozining farziga o'xshashla o'qiymiz. Sham namozining o'qilishi. 350-savol. Sham namozining farzi qanday o'qiladi? Javob. Avval takbir etib bo'lgandan keyin sham namozining farzini o'qishga niyat qilamiz. Sham namozining farzi 3 rakat bo'lib, u bomdod namozining farziga o'xshash 2 rakat o'qilib bo'lgandan keyin o'ltiriladi. Bu o'ltirishda tahiyyat duosini o'qib 3-rakatga turamiz. 3-rakatda Fatiha surasini o'qiymiz. Ondan ruku va sajdalarni qilib bo'lgandan keyin o'ltirib tahiyyat, salli, barik va rabbanalarni o'qib ikki tarafga salom beramiz. 351-savol. Sham namozining sunnati qanday o'qiladi? Javob. Avval sham namozining 2 rakat sunnatini o'qishni niyat qilamiz. Ondan uni xuddi bomdod namozining sunnatiga o'xshash o'qiymiz. Xuftan namozining o'qilishi. 352-savol. Xuftan namozining farzi qanday o'qiladi? Javob. Avval takbir etib bo'lgandan keyin xuftan namozining farzini o'qishga niyat qilamiz. Ondan uni xuddi peshin namozining farzini o'qiganga o'xshash o'qiymiz. 353-savol. Xuftan namozining sunnati qanday o'qiladi? Javob. Avval xuftan namozining sunnatini o'qishga niyat qilamiz. Ondan uni xuddi bomdod namozining sunnatiga o'xshashla o'qiymiz. Vitr namozi va uning o'qilishi. 354-savol. Vitr namozi degan qanday namoz? Javob. Vitr namozi taq namoz degan ma'noda bo'lib, oqshimi o'qiladigan 3 rakatlik namozdir. Vitr namozini o'qish vojibdir. U xuftandan keyin o'qiladi. Vitr namozi odatda jamoat bo'lmay yolg'iz holda o'qiladi. Ramazonda taravih namozidan keyin jamoat bilan o'qiladi. Vitr namozini Ramazondan boshqa vaqtlarda jamoat bo'lib o'qish sunnat emas, ammo jamoat bo'lib o'qish bo'laveradi. 355-savol. Vitr namozi qanday o'qiladi? Javob. Avval vitr namozini o'qishga niyat qilamiz, ondan bomdod namozining sunnatiga o'xshash 2 rakat namoz o'qib bo'lgandan keyin o'ltiramiz. Bu o'ltirishda tahiyyat duosini o'qiymiz. 3-rakatga turamiz. 3-rakatda bismillahni to'liq o'qib, sura Fatiha o'qilib bo'lgandan keyin yana bir sura o'qib bo'lib, qo'llarni ikki yoniga qo'yib bergan holda Allohu akbar deb takbir etib, qo'limizni quloq egizligida yuqori ko'taramiz. Ondan qo'llarni qaytadan kindik ostiga yoki ustiga qo'yib turib,
qunut duosini o'qiymiz. Qunut duosi. Allahumma inna nasta'inika va nastaghfiruka va nu'minu bika va natawakkalu alayka va nusni alaykal khayra nashkuruka va la nakfuruka man nahla man yafchuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nakhfudu wa narju rahmataka wa nakhsha azabaka inna azabaka bil kuffari mulhiq. Tarjimasi: Ey Allah, seningdan yordam so'raymiz, sendan mag'firat tilaymiz, sana ishonamiz, sana tavakkul qilamiz, seni yaxshi ta'riflar bilan madhilaymiz. Sana shukr qilamiz, noshukrlik qilmaymiz va sana osiylik qilgandan yuz o'raymiz. Ey Allah, sana ibodat qilamiz, sen uchun namoz o'qiymiz va sajda qilamiz. Sening roziligingga erishish uchun tirishimiz va oldiraymiz. Rahmatingni umid qilamiz va azobingdan qo'rqamiz. Haqiqatan sening azobing kuffarlarga yetguchidir. Namozdan keyin o'qiladigan duolar. 356-savol. Namozdan keyin qanday duolarni o'qish yaxshi? Javob: Namozdan keyin tuvandagi duolarni o'qish sunnatdir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam va minkas salam. Tabarakta ya zal jalali val ikram. Tarjimasi: Alloh taoladan mag'firat tilayman. Ey Alloh, sen tinchlik berguvchisan. Tinchlik zoti seningdan. Ey ulug'liq va fazli karam egisi bo'lgan Alloh, sen haqiqatan kattalarning kattasisan. Imom Muslim rivoyat qilgan. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Tarjimasi: Bir Alloh taoladan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Allah yolg'izdir, uning hech sherigi yo'qdir. Ey Allah, sen ato qilganni to'sib olg'uchi yo'q va sen to'sqanni berguchi yo'q. Sening dargoyingda boylarning boyligi asqatmaydi. Imom Buxoriy rivoyati. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qadir. لا حول ولا قوة إلا بالله لا نعبد إلا إياه له المن وله النعمة وله الفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Tarjimasi: Bir Alloh taoladan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Allah yolg'izdir, uning hech sherigi yo'qdir. Padişahlik va hamdu sanolar uningga xosdir. U har narsaga qodirdir. Kuch-quvvat faqat Alloh taoladandir. Biz faqat Allohga ibodat qilamiz. U ne'mat va fazil kiram egasidir. U eng esil madiya va maqtashlarga loyiqdir. Alloh taoladan boshqa haqiqiy ma'bud yo'qdir. Kafirlar yomon ko'rgan taqdirdimi, biz ibodatni Allohga xos qilgan holda haq dinga e'tiqod qilamiz. Imom Muslim rivoyati. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda bu duoni har namozdan keyin o'qigan kishining dengizning ko'pigidek ko'p gunohi bo'lsa-mu mag'firat qilinadi deb ko'rsatgan. Subhanallohi, alhamdulillahi, Allohu akbar. Tarjimasi: Alloh pokdir, barcha madiya Allohga xosdir. Alloh eng buyukdir. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarjimasi: Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allahның ismi bilan boshlayman. Aytqinki, u Alloh birdir, hamma Allohga muhtojdir. Allah bola topqanmi emas, tug'ilganmi emas, hech kishi uningga tengdosh bo'lolmaydi. Sura Ixlos. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq va min sharri ghasiqin idha waqab va min sharri naffasati fil uqad va min sharri hasidin idha hasad. Tarjimasi: Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allahның ismi bilan boshlayman. Maxluqotning sharridan, qorong'uligi bilan kirgan kechining sharridan, tunlarga dam sog'uvchi sehrgarlarning sharridan, Subhining Parvardigori Allohga sig'inib panoh tilayman degan. Sura Falaq. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril vasvasil khannas,
allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tarjimasi: Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allahның ismi bilan boshlayman. İnsanlarning Parvardigori, insonlarning podshohi, insonlarning ilohi Allohga sig'inib, kishilarning dillarida vasvas qilguvchi jinlardan va insonlardan bo'lgan yoshirin shaytonning vasvasining sharridan panoh tilayman degan. Sura Nas. Ixlos, Falaq, Nas suralari bomdod va sham namozlaridan keyin 3 qatimdan, boshqa namozlardan keyin 1 qatimdan o'qiladi. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tarjimasi: Bir Alloh taoladan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uvchidir. U mugdab qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Alloh taolaning mulkidir. Alloh taolaning ruxsatisiz kimmo Alloh taolaning oldida shafaat qila olsin? Alloh ularning oldidagi, ya'ni dunyodagi, keynidagi, ya'ni oxirati uchun tayyorlagan ishlarning hammasini bilib turadi. Ular Alloh taolaning ma'lumotidan, Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Alloh taolaning ma'lumoti osmonlarni va ziminni o'z ichiga oladi. Osmon ziminni saqlash uningga og'ir kelmaydi. O yuqori martabelikdir, hammadan ulug'dir. Sura Baqar 255-oyat. Yuqorqi suralar har namozdan keyin 1 qatimdan o'qiladi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumitu biyadil khayr va huwa ala kulli shay'in qodir. Tarjimasi: Bir Alloh taoladan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Alloh yolg'izdir, uning hech sherigi yo'qdir. Padişahlık hamdu sanalar onunğa xasdır. Allah öldürüdü, tirildiridi. Yaxşılık onun qoludadır. Allah her narsega qodirdir. İmam Tirmizi rivoyat. Bomdod ve sham namozidan keyin 10 qitimdan o'qiladi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an va rizqan tayyiban va amalan mutaqabbalan. Tarjimasi: Ey Allah, seningdan manfaatli ilm, halol rizq va dargohingda qabul bo'ladigan amalga muyassar qilishingni tilayman. Ibn Majah rivoyat. Yuqorqi duolarni o'qish afzaldir. Biroq bularni o'qish namozning shartlaridan emas, balki mustahabdir. Duolar o'qilib bo'lgandan keyin duoga qo'l ko'tarib, o'zimizning tilaklarini Alloh taoladan so'raymiz. Namozdagi makruhlar va namozni buzadigan omillar. 357-savol. Namozdagi makruhlar qaysilar? Javob: Namoz o'qilayotganda tuvandagi ishlarning birasi sodir bo'lsa, namoz makruhlik bilan ado topgan bo'ladi. Birinchi, vojib deyilgan ishlardan birasini qasddan tark etish. Masalan, namozda sura o'qishni tark etish yoki Fatiha surasini boshqa suradan keyin o'qish yoki maxfiy o'qiladigan namozni unlik o'qishga o'xshash. Ikkinchi, sunnat deyilgan ishlardan birasini yoki hammasini tark etish. Masalan, sana o'qishni yoki ruku va sajdalardagi tasbihlarni tark etganga o'xshash. Uchinchi, namozda o'rib turganda bir yerga yo'lni olish, o'ng so'lga tavrinish va qasddan bir narsani purash. To'rtinchi, namozda o'zursiz badashqon qurib o'ltirish va inson yoki boshqa jonliqlarning surati tushirilgan kiyimlar bilan namoz o'qish. Beshinchi, ruku va sajdalarni to'xudan cho'qigandek oldirab qilish. Oltinchi, namozda o'zursiz kerilish. 7. Birov salom qilsa, qo'l yoki bosh ishorati bilan qaytirish. Agar so'z bilan qaytirsa namoz buziladi. Ammo jamoat bilan o'qilgan namozda imom qiroatda xatolashsa luqma selish joizdir. 8. Namozda ko'zni yumib bilish yoki o'ng so'lga yoki osmonga qarash va salomdan burun bosh ko'zni surtish. 9. Boshqalarning yeniga kiyib chiqilib bo'lmaydigan nachar kiyimlarni kiyib namozga turish. 10. Ruku va sajdalarga o'tishda takbirlarni o'z vaqtida tartib bo'yicha aytmaslik. 11. Namozda turib sajda qiladigan yerdagi shekil yoki boshqa narsalarni elib etish bilan bir qitimdan ortiq mashg'ul bo'lish. 12. Pokizligi shubhalik joylarda, cherkovlarda
butxonalarda, monchilarda, odam o'tib turadigan yo'llarda namoz o'qish. 13. Farz namozda boshqa so'zlarni biladigan kishining birinchi rakatda o'qigan surasini ikkinchi rakatda qayta o'qishi yoki Qur'on Karimning tartibiga xiloflik qilishi. Masalan, birinchi rakatda Ixlos surasini, ikkinchi rakatda Lahab surasini o'qiganga o'xshash. Tartib buning aksidir. 14. Jamoat bilan o'qilgan namozlarda oldingi safda bo'sh o'rin bo'lsa-mu, orqa safda turish. 15. Yinayotgan o'tqa yoki jonliqlarning rasmiga yoki qabriga qarab namoz o'qish. 16. Tarti qistab qolgan vaqtda namoz o'qish. 17. Namozda turib barmoqlarni qarsilditish, chivinlarni urkitish bilan mashg'ul bo'lish, ammo yilon chayon va har qanday ziyonli hasharotlarni namozda turib o'ltirish joizdir. 18. Ikkinchi rakatda birinchi rakatda o'qiganidan uzun sura o'qish. 19. Ruku va sajdalarda o'qiladigan tasbihlarni qo'l bilan sanash va hozir bo'lgan tamoqni qo'yib namozga turish. Chunki bunda qilish xushuga to'salg'i bo'ladi. 20. Sajdada peshonini yerga tekkizmasdan salla yoki do'ppa va yoki quloqchining ustiga sajda qilish. Muloyiza. Makruh yoqtirilmagan ish deganlik bo'lib, uning bilan ibodatlar buzilmaydi. Ibodatning sifatiga ta'sir etmaydi. Shundaqdimi, makruh sanalgan ishlarni qilmagan yaxshi. 358-savol. Namozni buzadigan omillar qaysilar? Javob. Namozni buzadigan omillar tuvandikilar. Birinchi, namozda qasddan yoki savvallikdan so'zlash. Ikkinchi, namozda o'ziga anglangandek ovozda kulish. Ammo namozda boshqalarning anglagandek qoqoqlab kulishi bilan namoz va tahorat har ikkisi buziladi. Uchinchi, namozda voy voy deyish. To'rtinchi, namozda dunyolik ishlar uchun ovozli holda yig'lash. Beshinchi, namozda turib har qanday bir savolga yoki chaqirg'uvchiga so'z bilan javob berish. Oltinchi, namozda ko'ksini qibla tarafdan boshqa tarafga cho'rish. 7. Namozda boshqalarning qo'lidan bir narsa elish. 8. Namozda qasddan yoki savallikdan bir narsa yeyish va ichish. 8. O'potan chaynash. Ammo tishlarning oralig'ida qolgan tomoq qoldiqlaridan noqut miqdoridan kichik narsani yutib silish bilan namoz buzilmaydi. 9. O'zirsiz holda galni qirish, imomning xatoligini eskartish yoki o'zining namozda ekanligini bildirish yuzasidan galni qirish bilan namoz buzilmaydi. 10. Namozda 3 qatimdan ortiq bir yerlarni qashlash yoki tatlash va yoki silash. 11. Har qanday bir og'riq uchun ovoz bilan tortish. 12. Namozda qaysi bir sabab bilan tahoratning buzilishi. 13. Namozda kichik harakatlarni ko'p qilish, ammo bir qo'l bilan kiyimini tuzash bilan namoz buzilmaydi. 14. Sajdada ikki putining biroqlik yerdan ko'tarilib ketishi. 15. Erning yolg'iz yot ayol bilan birga turib yoki uningga imom bo'lib namoz o'qish. Ammo erning o'zining ayoliga yoki nikohi uning bilan bog'lanmaydigan ayol tuqqanlardan birasiga imom bo'lib namoz o'qishi joizdir. 16. Qasddan holda bir faoliyatni imomdan burun qilish. Masalan, imomdan burun ruku yoki sajdaga ketganga o'xshash. Ammo sahvallikdan qilib silib, darhol qaytib imomga ergashsa namoz buzilmaydi. 17. Namozda kishilar bilan so'zlashgandek duo qilish. 18. Birovning savoliga javob berish maqsadi bilan Qur'ondan bir oyat o'qish. 19. Namozda avrat joylarning ma'ni qilinadigan darajada echilib qilishi. 20. Namozda oyatlarning ma'nisi buziladigan darajada xato o'qish. 21. Namozda o'shini yo'qitib qo'yish. 22. Ayollarning namoz ustida oylik odatining kelishi. 23. Tayammum bilan namozda turgan kishining namozda turib suni ko'rishi, oyoqlarga masih qilgan kishining masih muddati tugishi. 24. Namozda farz deyilgan ishlardan birasini qasddan tark etish, masalan, sajdani yoki rukuni tark etganga o'xshash. Namozga munosabatlik masalalar. Namozni to'xtatish yoki kechiktirishni vojib yoki joiz qiladigan ishlar. 359-savol. Namozni to'xtatish yoki keyniga surishni vojib qiladigan sabablar qaysilar? Javob. Namozni to'xtatish yoki keyniga surishni vojib qiladigan sabablar munolar. Birinchi,
Biroz zolimning yoki yirtqich hayvonning hujumiga uchrash, suvga cho'kib ketish, bo'g'ilib qolish, o't ichida qolish tufayli halokatlik ahvolda qilib yordam so'raganlarga yordam berish zaruriyati tug'ilsa, namozni darhol to'xtatish vojibdir. Ikkinchi, ota-onasining birasi jiddiy yordamga ehtiyoj bo'lib chaqirgan bo'lsa, farz namozda turgan bo'lsa-mu uni to'xtatish vojibdir. Ammo odatdagi ishlar uchun chaqirgan bo'lsa, farz namozdan boshqa namozlarni to'xtatishga bo'ladi. 3. Bolasining o'lib ketishi yoki beshiga biror hodis kelishdan qo'rqqan ota-onaning namozni to'xtatishi yoki kayniga surishi vojibdir. 4. Yirtqichlarning mollarga hujum qiladiganligini yoki biror amaning quduqqa yoki tomdan tuvanga tushib ketadiganligini aniq taxmin qilgan kishining uni qutqizish uchun namozni to'xtatishi vojibdir. Ammo halokat ehtimoli kuchli bo'lmasa, namozni to'xtatish vojib emas, balki joiz bo'ladi. Ya'ni xolis to'xtatadi, xolis to'xtatmaydi. 360-savol. Namozni to'xtatish yoki kayniga surishni joiz qiladigan sabablar qaysilar? Javob. Namozni to'xtatish yoki kayniga surishni joiz qiladigan sabablar tuvandikilar. 1. Mol-mulkining o'g'irlanishidan ansiragan kishining garchi mol boshqalarning bo'lsa-mu namozni to'xtatishi joizdir. 2. O'g'ridan, qaroqchidan, kalkundan qo'rqqan yo'lovchining namozning vaqtini kayniga surishi joizdir. 3. Qozini qaynab teshib ketishdan yoki tomoqning kuyib ketishdan ansirgan ayolning namozni to'xtatishi joizdir. 4. Qechib ketayotgan hayvonni tutib olib egasiga qaytarish uchun namozni to'xtatishi joizdir. 5. Namozda tarti qistab qolgan kishining yangidan tahorat elib namozni qaytadan o'qish uchun uni to'xtatishi joizdir. 6. Nafl namozlarni o'qiyotgan kishining ota-onasidan birasining qandoqli bir ish uchun chaqirishi bilan uni to'xtatishi joizdir. 7. O'g'ri yoki qaroqchining shapsini his qilgan musofirning namozini to'xtatishi joizdir. Namozda ikkilanib qilish. 361-savol. Namozni qancha rakat o'qiganligini bilmay qolgan kishi qanday qiladi? Javob. Namozni qancha rakat o'qiganligini bilmay, ikkilanib qolgan kishi, agar bu holat uningga tunji qitim yoki qisman yuz bergan bo'lsa, namozni qaytadan o'qish kerak. Mabodo bu holat u kishi uchun ko'p qitim yuz bergan yoki u hamisha shundoq namoz rakatlarida xatolashadigan kishi bo'lsa, u vaqtida ko'nglida qancha rakat o'qiganligiga kuchlik taxmin qila olsa, shu rakat hisobga ilinadi yoki namozning oxirida sajda sahvi qilinadi. 362-savol. Qancha rakat o'qiganligini ko'nglida taxmin qilolmasa nima qiladi? Javob. Agar qancha rakat o'qiganligini ko'nglida belgilayolmasa, ozni hisobga oladi. Masalan, 4 rakatlik namozda 1 rakat o'qidimi yoki 2 rakat o'qidimi, buni bilmasa, o'qiganni 1 rakat deb hisoblab, yana 3 rakat o'qishi lozim. 2 rakat o'qidimi yoki 3 rakatmi bilmasa, o'qiganni 2 rakat deb hisoblab, yana 2 rakat o'qiydi va namozning oxirida sajda sahvi qiladi. Sajda sahvi va uning ahkomlari. 363-savol. Sajda sahvi degan nima? Javob. Sajda sahvi namozda yuz bergan xatolikni yuyish uchun namozning oxirida qilinadigan ikki sajdadir. Sajda sahvi qilishni vojib qiladigan ishlar. 364-savol. Qaysi vaqtda sajda sahvi qilish vojib bo'ladi? Javob. Tuvandagi ishlarda sajda sahvi qilish vojib bo'ladi. 1. Namozning farzidan birasini o'z o'rnidan kechiktirib qo'yish. Masalan, namozning oxiridagi o'ltirishda o'ltirmasdan, sahvallikdan yana bir rakat uchun turib ketganga o'xshash. Chunki namozning oxiridagi o'ltirish namozning farzlaridan sanaladi. Bu o'ltirishda o'ltirmay, yana bir rakat turib ketgan kishi Fatiha surasini o'qib bo'lganchilik vaqt o'tgandan keyin esiga kelib o'ltirsa, farz bo'lgan bu o'ltirishni kechiktirgan bo'ladi. Agar shu rakatning sajdasini qilib bo'lgandan keyin esiga kelsa, o'ltirmay shu rakatga yana bir rakatni qo'shib o'qib namozni tamomlaydi. Bu ortiq 2 rakat namoz nafl bo'lib hisoblanadi. Har ikki holatda sajda sahvi qilish vojib bo'ladi. Ikkinchi, namozning vojiblaridan birasini sahvanlikdan tark etish. Masalan, namozda Fatiha surasi o'qishni sahvanlikdan tark etganga o'xshash. 3. Namozning vojiblaridan birasini o'z o'rnidan kechiktirish. Masalan, Fatiha surasini boshqa suradan keyin o'qiganga o'xshash. Chunki Fatihani boshqa suradan avval o'qish vojibdir. 4. Imomning o'nli qiroat qiladigan yerda maxfiy
maxfiy qiroat qiladigan yerda o'nlik qiroat qilishimi sajda sahvini kerak qiladi. 365 savol. Namozdagi har bir xatolik uchun sajda sahvi kelamdi? Javob. Bir namozda bir qancha qitim sajda sahvini kerak qiladigan xatoliklar yuz bergan bo'lsa-mu, hammasi uchun bir qitimli sajda sahvi qilish yetarlidir. Sajda sahvining vaqti va kayfiyati. 366 savol. Sajda sahvi qanday qilinadi? Javob. Namozning oxirgi o'ltirishida at-tahiyyatu duosini o'qib bo'lgandan keyinla o'ng tarafga salom berib bo'lib, odatdagidek 2 qitim sajda qilinadi. Ondan o'ltirib at-tahiyyatu Allohumma salli ala, Allohumma barik ala, Robbanalani o'qib 2 tarafga salom berdi. Sajda sahviga munosabatli masalalar. 367 savol. Sajda sahvi kechirim qilinadigan Allah qaysilar? Javob. Sajda sahvi kechirim qilinadigan Allah tuvandikilar. 1. Sajda sahvi qilishni unutib qilish. Masalan, namozda sajda sahvi kerak qiladigan xatolik o'tkazib qo'ygan kishi namozning oxirida sajda sahvi qilishni unutib qilib, salom berib bo'lgandan keyin esiga kelsa, uningdan sajda sahvi kechirim qilinadi. O'qigan namozi nuqsonsiz durust bo'ladi. 2. Bomdod namozining oxirida salom berib bo'lgandan keyin sajda sahvini qilishdan burun quyoshning chiqib qolishi. 3. Asr namozining oxirida salom berib bo'lgandan keyin sajda sahvi qilishdan burun kunning qizirishi. Chunki kun qizirayotgan va qizargan vaqtlarda namoz o'qilmaydi. Shunga sajdimi namozning muhim bir asosi bo'lg'achqa, bu vaqtlarda sajda sahvi qilinmaydi. Namozdagi xatoliklarni kechirim qilinadi. Qilinmagan sajda sahvining qazosi qilinmaydi. 4. Salom berib bo'lgandan keyin namozga davom qilishga to'sqin bo'ladigan ishlarning yuz berishi. Masalan, tahorat sunğanga o'xshash. 368 savol. Namozda tahorat buzilsa nima qilish kerak? Javob. Namozda tahorat buzilsa, so'zlashmasdan, yeb ichmasdan va boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lmasdan tahorat elib kelib, namozning buzilgan yerdan qolgan qismini to'liqlasa bo'ladi. Bu holatda eng yaxshisi namozni qaytadan o'qishdir. Sutr va uningga munosabatli masalalar. 269 savol. Sutra degan nima? Javob. Sutra namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tganlarga qarish qo'yilgan to'saq demakdir. 370 savol. Namozxonning oldidan o'tish gunohmi? Javob. Namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tish cho'ng gunohdir. Chunki bunda qilish namozning ulug' sha'niga hurmatsizlik qilmoqdir. Payg'ambar alayhissalom namoz o'qiyotganlarning oldidan o'tguvchilarga koyib mundaq degan. Namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tguchi bu ishning qanchalik og'ir gunoh ekanligini bilsa edi, namoz o'qiyotgan kishining oldidan o'tgandan ko'ra saqlab turish uning uchun yaxshi bo'ladi. Buxoriy va Muslim rivoyat. Ammo Masjid-i Haram zaruriyat yusidan bu masaladan mustasno. 371 savol. Oldiga sutur qo'ymay namoz o'quvchining oldidan o'tishga to'g'ri kelganda nima qilish kerak? Javob. Oldiga sutur qo'ymay namoz o'quvchining oldidan o'tishga to'g'ri kelganda, uning sajda qiladigan yerdan boshlab 3 gaz miqdori 1,5 metr yiroqdan o'tishga bo'ladiganligiga islom ulamolari fatvo bergan. 372 savol. Sutur qanchalik bo'ladi? Javob. Sutur eng kam deganda 1 gaz 47 cm egizlikda bo'lishi lozim. Namoz o'quvchining oldidan odam o'tish ehtimoli bo'lgan yerlarda namozni daraxtning yoki mo'mining orqasida o'qish yoki oldiga xoda yoki tayoq tiklash va yoki o'rindiq qo'yish lozim. Agar yer qattiq bo'lib xodini yoki tayoqni qadash mumkin bo'lmasa, uni yotqizib qo'yish. Tikligidek xoda yoki g'asi tepilmasa, oldiga bir siziq sizib qo'yish kerak. Buningdan maqsad namozxonning oldidan o'tguvchilarni ogohlantirish. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda sizlar ochiq joylarda namoz o'qiganda biror o'qchaqliq narsa bo'lsa-mu oldinglarga sutr qilib qo'yinglar deb ko'rsatgan. Hokim rivoyati. Tilovat sajdasi va uning ahkomlari. 373 savol. Tilovat sajdasi degan nima? Javob. Tilovat sajdasi sajda oyatini o'qigan yoki anglagan yoki anglash niyati bilan bo'lmasa-mu eshitib qolganlik sababdan qilinadigan sajda demakdir. Bu hollarda tilovat sajdasini qilish vojibdir. Tilovat sajdasini vojib qiladigan sabablar. 374 savol. Tilovat sajdasini vojib qiladigan sabablar qaysilar? Javob. Tilovat sajdasini vojib qiladigan sabablar 3 bo'lib, ular tuvandikilar. 1.
Sajda oyatini o'qish, mayli namozda bo'lsin, mayli namoz sirtida bo'lsin, mayli o'zi pang bo'lib o'qiganlarni o'zi anglamagan bo'lsin, har holatda sajda oyatini o'qigan kishiga tilovat sajdasi qilish vojib bo'ladi. Ikkinchi, sajda oyatini anglash yoki ixtiyorsiz eshitib qilish qandoqli sabab bilan bo'lsin, sajda oyatini eshitgan kishi uchun sajda qilish vojibdir. Uchinchi, jamoat bilan namoz o'qiganda imomning sajda oyatini o'qishi. Gerçi jamoat imomning sajda oyatini o'qiganligini to'liq anqiramagan bo'lsa-mu, imom sajda qilgan aman jamoatning imom bilan birlikda sajda qilishi vojibdir. Tilovat sajdasining vaqti va kayfiyati. 375-savol. Tilovat sajdasi qanday qilinadi? Javob: Allohu akbar deb takbir etib, namozdagi sajdaga o'xshash bosh yerga qo'yiladi, ammo qo'llar ko'tarilmaydi. Sajdada odatda namozning sajdasida o'qiladigan Subhan Rabbiyal A'la 3 qitim o'qiladi. Sajdadan turish uchun yana takbir etiladi. 376-savol. Tilovat sajdasining vaqti qachon? Javob: Sajda oyatini o'qigan kishi namozda bo'lsa darhol takbir etgan holda bir qitimli sajda qiladi. Yana takbir bilan o'rnidan turib, namozni kelgan yerdan davomlashtiradi. Agar namozning sirtida bo'lsa, uni darhol qilish zarur emas, balki oldirmasdan taharati bo'lmasa taharat olganda qilib bo'ladi. Agar bu sajdani unutib qolsa qazosi kelmaydi. Tilovat sajdasiga munosabatli masalalar. 377-savol. Tilovat sajdasi qilishni salohiyatli qiladigan shartlar qaysilar? Javob: Sajda oyatini anglagan kishining sajda qilishining vojib bo'lishi uchun sajda oyatini o'quvchining inson bo'lishi, uyg'oq va aql o'shi joyida bo'lgan biri bo'lishi shartdir. Buningga asosan shotutning og'zidan anglagan sajda oyati uchun sajda qilish vojib bo'lmaydi. 378-savol. Radio yoki televizorlardan sajda oyatini anglagan odamga sajda qilish vojib bo'lamdi? Javob: Sajda oyatini radio yoki televizordan anglagan kishi uchun sajda qilish vojib emas. 379-savol. Tilovat sajdasi uchun tahorat va qiblaga yuz keltirish shartmi? Javob: Tilovat sajdasini qilish uchun tahorat va qiblaga yuz keltirish albatta shart qilinadi. Chunki tahoratsiz sajda qilinmaydi va sajda faqat qiblaga qarab qilinadi. 380-savol. Sajda oyatining takrorlanishi ko'p qitim sajda qilishni lozim qilamdi? Javob: Sajda oyatidan birini bir o'rinda turib ko'p qitim takror o'qigan kishi uchun bir qitimli sajda qilish kifoya qiladi. Agar shu sajda oyatini bir qancha o'rinda o'qigan kishiga qancha qitim o'qigan bo'lsa, shuncha qitim tilovat sajdasi qilish vojibdir. 381-savol. Sajda oyatini o'z ichiga olgan suralar qaysilar? Javob: Qur'on Karimning 14 surasida sajda oyati bo'lib, ular 1-A'rof surasi 206-oyat, 2-Ra'd surasi 15-oyat, 3-Naml surasi 49-oyat, 4-Isro surasi 107-oyat, 5-Maryam surasi 58-oyat, 6-Haj surasi 18-oyat, 7-Furqon surasi 60-oyat, 8-Naml surasi 24-oyat, 9-Sajda surasi 16-oyat, 10-Sod surasi 24-oyat, 11-Fussilat surasi 37-oyat, 12-Najm surasi 62-oyat, 13-Inshiqoq surasi 13-oyat, 14-Alaq surasi 19-oyat.